Assalomu alaykum. Men Saydametova Nazokat, ignoterapiya shifokoriman. 4 yildan buyon 500 dan ortiq bemorlarning quvonchiga sababchi bo'lganman. Endilikda biz Andijon viloyati ko'p tarmoqli tibbiyot markazida o'z ish faoliyatimizni boshladik. Endi biz yangi, qulay va zamonaviy joydamiz. Sizni yangilangan, tinch va zamonaviy muhitda kutib qolamiz. Ignoterapiya bu tabiiy va ishonchli shifo usuli. Ignoterapiya yordamida organizmingiz tabiiy yo'l bilan tiklanadi. Sog'lom hayot oddiy tanlovdan boshlanadi. Endilikda bizda ignoterapiya muolajasidan tashqari ayollarimiz uchun hijama va girudoterapiya hamda manualniy terapiya muolajalari amalga oshiriladi. Sog'lom hayot oddiy tanlovdan boshlanadi. Biz sizni sog'lom hayot sari yetaklamoqdamiz. Bizning manzilimiz Andijon viloyati ko'p tarmoqli tibbiyot markazi, ya'ni Eski Sanchas. Murojaat uchun quyidagi telefonlarga qo'ng'iroq qiling. Sizning sog'lig'ingiz biz uchun muhim.